Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, ishqibozlari. Ko'p turganlarni bioreaktorlarimizni chuvatsanlar terishda davom etyapti. Xudo xolasa mana karzinkalarga teryapmiz. Bu chuvatsanlarni yangi uchastkamizga borib tashlaymiz. O'tgan videolarimizda ko'rsatganmiz. Mana chuvatsanlar ko'ringlar holatini. Mana. G'ij go'sh. Altta karzinka olib kelib shuni olmoqqa. Do'stlar, chuvatsanlarning holatini bir qator ko'rsatib ketamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chuvatsanlarda mana yangi go'nglar bor. Mana yaqinlashtirib ko'rsatib berayda mana. Ko'rishlaringiz mana bu yangi go'ng. Lekin shunda ham chuvatsan bor mana. Mana g'ijillab yotibdi. Mana ichini qaranglar, mana go'ng. Buni yishiga sabab nimaga bu chuvalchan go'ngda bu darajada chuvalchan bor deydigan bo'lsalar, buni siri suv. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana har kuni suv qo'yish kerak, 70% nam bo'lishi kerak chuvalchan. Mana mana bu karsinkadagini ham ko'rsatib o'tib mana go'sh holatiga kelib qolgan bu. Mana qirg'oqlarida ozuqani achigan boshqasidan ham ko'ra suv bo'lishi kerak. Doimiy ravishda mana ko'rsatishingiz mumkin. Har kuni suv berilishi kerak. Endi ozuqa ham qisman quruq bo'lsa yaxshi. Endi iloji yo'q ho'l bo'ladigan bo'lsa, chuvalchanlar ustiga maksimum 10 cm qalinlikda tashlab turib, 10 cm qalinlikda tashlab, har kuni suv quyish kerak. Misol uchun kimlardir sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha grantda shalankada quyish mumkin yoki bizga o'xshab anaqangi kapillar qo'yilgan bo'lsa, o'sha bioreaktor ustiga o'rnashtirib turib 1 soat, 2 soat suv chachaversin. Atrofiga sidigi, yomon suvlari chiqsa, uni ziyoni yo'q, yer o'zi singib boradi. Biyak bo'lmasa hech qanaqangi sifatiga ta'sir qilmaydi. Mana. Chuvatsanlar juda ham ideal holatda. Mana g'ijillab tushadi. Hamma joydan shunaqa chiqadi. Bu bir joyda ko'p, bir joyda kam degan narsa yo'q. Mana chuvatsanlar. Ko'rinyapti. Mana. Ichki holatda mana. Semirib ham ketgan, azib ham ketgan. Bular hozir rosa ichki holatda bo'lgani uchun aktiv mana ko'rsating. Juda ham zich holatda. Diagnoslarimiz ham bor. Chuvalchanlarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.